Sizler dostlar, bu yangi kichik vaqtlarimizda apalarimiz, mo'minlarimiz mashina to'plarida, o'choqning boshlarida tovada sab bergan qaymoqli quyuta aytib baqamdi. Etilish usulimiz sizlar o'ylagandek unchalik ta'sir emas, ham jiqmi material ketmaydi. O'zimi shunchalik yeyishlik shundaq tutilib turdi. Qaynamsa oldi bilan xamirni yo'g'irib olaylik. Xamirga kichikgina tuz bek az solmiz tuzni, bir dal tuxum qilib qo'limiz kuygida qizig'roq suvda bo'shroq tutib xamir yo'g'irib olamiz. Xamirimizni mushta yaxshi chaylab yo'g'irib olamiz. Xamirimiz mushta bo'shroq xamir bo'ldi do'stlar. Amdi bir bosh piyozni ozroq moy qo'yiblar, shu sal yumshag'icha sag'ag'ichil qo'rib ilib olamiz. Ham qaymoqning ustiga chuchitib olgan moyni qo'yib ilashtirib oldim. Misli ham qaymoq bo'lmay qolsa, abjash maylarda, suv maylarda qilib bunda piyozlarni chechib qilsanglar bo'ldi. Xamirimizning oz ko'pligiga qarata necha bo'lib yumaloq qilib zo'g'il qilib olamiz. Bu xamirni yeyishim ketmaydi, do'stlar, shuning shunchalik oddiy o'ng'ay. Mush qo'linglarda tiyni ostidan bir oqir mayli o'tibdilar, shundoq qilib kengaytsanglar o'zligidan kengirib mangdi. Siz kengaytib olgandan chat jo'rlarni uyoq-buyoqlar tassanglar shardek ko'pib pishqib shamolda yelpinib uchib ketgandek xamir bo'ldi. Shuningga do'stlar, xamiringlar cho'qim bo'shroq, qizig'roq suvda yuvgan xamir bo'lishi kerak. Ko'rinishga kelgan do'stlar, men qaytilishni yurak berib saqlashni unutib qolmanglar. Bu men yurak berib saqlayamsanglar, keyin topolmay qolsanglar boshqalarning hamsi aqliq uyutibdi buni. Endi xamirimizning ustiga ibam tayyorlagan qaymoqimizni to'kib mushtaq tekshi sukib olamiz. Keyindan mush o'ttirg'ilab piyozni mana azroq shovso'm qaytayotdimi, o'girib piyozma ko'k piyozchu. Mush shovso'm bilan piyozimizni o'ttirg'ichachimiz ikki chet tarafiga chashmaymiz. Qaymoqni ham yerga to'liq sukaymiz. Mani o'ttirg'il chechib ikki tarafni shunday yopamiz. Bekni biz xamir bo'lgankin ancha ezilib ketib qolsa hech qis yo'q do'stlar. Ikki tarafni yop bo'lgankin mushtaq tugaltib yuvib olsanglar bo'ldi. Endi mishada sal yo'g'antib, qag'indan keyin tavanglarga sag'andan keyin yana yo'g'antsanglar bo'ldi. Ko'rib bek tasdek es qilib qolmagansizlar do'stlar. Endi bek o'ng'ayjimi cho'qim qo'l sepib qilib yiqinglar, atdiyalar nashtig'im tayyor qo'ytalaysizlar. Tovuq qozimiz azroq moy qo'yib mushtaq bo'shroq o'tda pishirib olamiz aldirmayroq. Mana ko'piklar chiqib ketishi sabab qaymoq bo'lgandan keyin ashtaq maydan ko'piklar chiqib ketib qolgan hech qis yo'q. Mana shunchalik sag'irib chiroyli pishib oldi. Biz mush qatlamlardan nelar berib yeb kelgan to'q, lekin yanada o'zimizning uyda qilgan bek yeyishlik bo'ldi, bek tamlik bo'ldi.